Farzand tarbiyasi bilan bog'liq ota-onalar tomonidan qilinadigan ba'zi bir xatolar. Birinchisi, farzandingizni siz umuman tinglamaysiz, ya'ni eshitmaysiz. Ikkinchisi, qilayotgan xatolarni doim tanqid qilib, sen faqat xato ish qilasan deb qo'yishingiz. Uchinchisi, uning qo'rquvlari asosida nimalar turganiga sizning befarqligingiz, ya'ni bu qo'rquvlar kimlar va nimalar asosida kelayotganiga sizning befarqligingiz. To'rtinchisi, uning orzu va maqsadlarini hurmat qilmasligingiz va befarqligingiz. Beshinchisi, boshqalar farzandiga siz o'z farzandingizni solishtirishingiz. Va oltinchisi, bugungi kundagi uning holati umuman sizga qiziq bo'lmayotgani. Aziz ota-onalar, mana bu sizni qilayotgan kamchiligingiz 17, 18, 19, 20 yosh davrlarida juda ham katta muammoli vaziyatlarga sabab bo'ladi. Shuning uchun bir so'z bilan bittagina oddiy maslahat beraman. Bir kun davomida 15 daqiqa farzandlaringiz bilan gaplashib, o'zingizni qilgan xatolaringiz va siz bunday muammoli vaziyatlardan qanday qilib chiqib ketganingiz haqida biroz suhbat qiling. Bu oddiygina va tez, oson yechim bo'ladi. Ha, aytganday, agar sizni farzandingiz bilan bog'liq yana qanday savollaringiz bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldiring, men esa sizlarga javob beraman.